Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashining bugungi sessiyasida 50 nafar deputatlarning 41 nafari ishtirok etmoqda. 9 nafar deputatlarimiz uzr sababiga ko'ra sessiya ishida qatnashmayapti. Sessiya ishiga viloyat hokimining o'rinbosarlari, tegishli viloyat boshqarma tashkilotlari rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari, shuningdek tumanlar va shaharlar sudyalaridan tegishli mas'ul rahbarlar ishtirok etmoqda. Taklif etilganlarning barchasi sessiya ishida qatnashmoqda. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga binoan sessiya kotibini saylashimiz kerak. Sessiya kotibligiga 28-Peshku saylov okrugidan deputat Teshayev Shuhrat Jumayev saylansin degan taklif kiritilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Ma'qul deganlar qo'l ko'tarib tasdiqlab beringlar. Rahmat. O'rningizni oling, Shuhrat Jumayev. Hurmatli deputatlar, bugungi sessiyaning kun tartibi va ish reglamentlarini tasdiqlab olishimiz kerak. Ish reglamenti kun tartibi sizlarga tarqatilgan. Ish reglamenti kun tartibi bo'yicha boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa tasdiqlab berishlaringizni so'raymiz. Rahmat. Qarshilar, betaraflar yo'q. Ma'qullandi. Faqat sizlardan bitta iltimos bo'ladi. So'zga chiquvchilar, ma'ruza qiluvchilar reglamentga qat'iy rioya qilishlaringiz kerak, chunki ketma-ket tadbirlarimiz bor. Hurmatli deputatlar, Xalq deputatlari viloyat kengashining 2026-yil ish rejasiga muvofiq bugungi sessiya kun tartibiga xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi masala kiritilgan. Mazkur masala bo'yicha isbot berish uchun so'z viloyat hokimining o'rinbosari, viloyat xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i Hafiza Temiradovna Artikovaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Botir Komilov, hurmatli rais, qadrli deputatlar. Avvalambor bugungi kunda viloyatimizda xotin-qizlarni har taraflama qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatdagi mavqeini yanada mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida to'xtalib o'tmoqchiman. Bugungi kunda hammamizga ma'lumki, xotin-qizlarimiz muhtaram prezidentimiz tomonidan doimiy e'tirofda va xotin-qizlar jamiyatning barcha bo'g'inlarida o'z o'rnini topishga ko'maklashish bizning doimiy e'tiborimiz markazida bo'lishi kerak deb doim takrorlab kelyaptilar. Buni alohida aytishimdan maqsad shundaki, bugun xotin-qizlarimizga bo'lgan munosabat davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi hammamizga ma'lum. Buxoro viloyatida Oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmon va qarorlari asosida ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda viloyatimizda 9400 ta oila mavjud bo'lib, bugungi kunda, ya'ni viloyatimizdagi 2.172.000 aholining 1.071.000 nafarini, ya'ni 49,3%ni xotin-qizlarimiz tashkil etyapti. Bu sonlarga to'xtalishim bejiz emas, chunki aholining qarib yarmini xotin-qizlarimiz tashkil etyapti. Tashkil etilgan mana shu xotin-qizlarimizni yoshi bo'yicha tahlil qilganimizda 515.598 nafarini 30 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarimiz tashkil etyapti. 371.091 nafarini 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlarimiz tashkil etyapti. 181.263 nafar 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan bo'g'indagi xotin-qizlarimizni to'laqonli tahlil etib, bugungi kunda ularning muammolarini o'rganib kelyapmiz. Bundan tashqari alohida nazoratimizda bo'lgan viloyatimizdagi 26.961 nafar nogironligi bo'lgan xotin-qizlarimiz qayd etilib, ularning 1-chi, 2-chi, 3-chi guruh nogironlari alohida ijtimoiy himoyaga olingan va shuni alohida aytishim kerakki, ularning qaramog'ida bo'lgan nogiron farzandlari bo'lgan ayollarimiz ham 2482 nafarni tashkil etib, ular bilan alohida reabilitatsiya ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda gender tenglik, ijtimoiy siyosiy faollik yo'nalishida viloyatimizda tashkil etilgan har bir sohada ayollarning rolini tubdan oshirishga qaratilgan islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy faol ayol rahbarlarini tayyorlash maqsadida bugungi kunda Davlat boshqaruv akademiyasida Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan
rahbar xotin-qizlarni tayyorlash bo'yicha rahbar ayollar maktabi o'quv kurslari doirasiga shu yilning o'zida 8 nafar xotin-qizlarimiz bilim va malakalarini oshirishga jalb etildi. Oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan davlat boshqaruvida xotin-qizlar ishtirokini oshirish maqsadida 1645 nafar faol xotin-qizlarimizni zaxiraga oldik. Viloyatdagi 4 ta oliy ta'lim, 6 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalarida 110.739 nafar talaba tahsil oladigan bo'lsa, shularning 60.236 nafari, ya'ni 54%ni qizlarimiz tashkil etadi. Bugungi kunda xotin-qizlarimizni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha so'nggi yillarda tizimli ishlar amalga oshirilganligini inobatga olgan holda 2022-yildan buyon ijtimoiy himoyaga muhtoj oila qizlariga oliy ta'limga o'qishga kirishlari uchun muhtaram prezidentimiz tomonidan 4% kvota hamda 5 yillik ish stajiga ega bo'lgan xotin-qizlarni respublika bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha davlat granti asosida o'qishga kirishlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratib berganlar. Viloyatimizda ehtiyojmand oilalardagi 1571 nafar qizlarimizga oliy ta'lim muassasalariga imtiyozli 4% kvota asosida tavsiyanomalar berildi. Ehtiyojmand oila vakillarimizni, yetim, ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba qizlarimiz ta'lim shartnomalarini mahalliy budjetning qo'shimcha manbalari hisobidan qaytarish shartsiz qoplash tartibi inobatga olingan holatda 2024-25 o'quv yili uchun 121 nafar xotin-qizlarimizga 995 million so'mlik shartnoma to'lovlari ham to'lab berildi. Barchamizga ma'lumki, magistratura bosqichida o'qiyotgan xotin-qizlarimizning shartnoma to'lovlari davlat tomonidan qoplab kelinmoqda. Shuningdek, joriy yil yakunlariga qaraganda boshqaruv lavozimlaridagi xotin-qizlar ulushini viloyatimizni 31,1% ga xotin-qizlarni rahbar lavozimlarga tayinlash masalalari ko'zda tutilmoqda. 30 ta boshqarma, idora, 14 ta hokimliklar tizimida jami 5107 nafar davlat fuqarolik xizmatchilari mavjud bo'lib, ularning 1374 nafari, ya'ni 27% viloyat darajasidagi boshqaruv lavozimlarida mehnat qilib kelyapti. 983 nafar xotin-qizlarimizdan 15,3% ni tashkil etyapti. Bular bugun tuman shahar darajasidagi shtat birliklarda boshqaruv lavozimlarida bo'lim boshlig'i o'rinbosari, tarkibiy bo'linma boshlig'i o'rinbosarlari lavozimlarida faoliyat olib boryaptilar. Bugungi kunda iqtidorli xotin-qizlarimizni rag'batlantirish borasida ham bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Xususan, oliy ta'lim muassasalalaridagi 341 nafar turli davlat stipendiyalari g'oliblari bo'lgan qizlarimizni alohida e'tirof etishim lozim. Viloyatimizda o'rta maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan 840 nafar xotin-qizlarimiz alohida ro'yxatga olinib, ularni qo'llab-quvvatlash, turli tanlovlarda ishtirokini ta'minlash masalalarida manzilli ishlarni olib boryapmiz. Respublika miqyosida o'tkazilgan mintaqaviy xalqaro olimpiadalarda alohida e'tirof etish lozimki, bugungi kunda 41 nafar qizlarimiz, shundan 32 nafari yuqori pog'onalarni egallab kelmoqda. Buxoro viloyati Oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan o'tgan 5 yil davomida qilingan tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, Zulfiya nomidagi davlat mukofoti uchun respublika ishchi komissiyasiga 135 nafar nomzodlarimiz respublika bosqichigacha bordi va ularning 36 nafari Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Jumladan 2026-yilda ham 2 nafar Jondor tumani va Buxoro shahridan qizlarimiz Zulfiya xonim nomidagi davlat mukofotlarini muhtaram prezidentimiz qo'llaridan olishga sazovor bo'ldi. Shular bilan birga gender tenglik ta'minlash sohasidagi olib borilayotgan faoliyatlarimiz davomida o'tgan yilning o'zida Buxoro viloyat hokimligi respublikamizda gender tenglik bo'yicha birinchi o'rinni egalladi va Tanzila Kamalova tomonidan taqdirlandi. Davlat va jamiyat hayotidagi faol ishtirok etayotgan ibratli, faol qizlarimizni aniqlash, ularni faoliyatini keng targ'ib qilish masalalarida yil ayol tanlovlari o'tkazilib kelinmoqda. Va bu yil ayoli tanlovining viloyat, tuman, shahar bosqichlarida alohida o'zini o'rnak bo'layotgan xotin-qizlarimiz e'tirof etib kelinmoqda. 2025-yilda xalqaro musobaqalarda respublika delegatsiyasi tarkibida ishtirok etgan Buxoro viloyatining ayol sportchilari 9 nafari oltin, 6 nafari kumush va 9 nafari bronza medallarga erishdi. Shuningdek, viloyatdagi xotin-qizlar tomonidan madaniyat va san'at sohasida ham O'zbekiston nomini balandga ko'targan xotin-qizlarimizni alohida e'tirof etishimiz lozim. Bugun 20 nafar xotin-qizlarimiz nufuzli xalqaro tanlovlarda, mamlakat miqyosidagi ko'rik tanlovlarda va 52 nafar xotin-qizlarimiz esa Grand Prix sohibi iste'dodli qizlarimiz g'olibliklarga erishib kelinmoqda. Viloyatda bugungi kunda mo'tabar ayol ko'krak nishoni,
Shu bilan bir qatorda ibratli oila ko'krak nishonlarini olgan qator oilalarimizni aytishimiz mumkin. Alohida bugungi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan oldimizda qo'yilgan vazifalarni belgilagan holda xotin-qizlar bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida viloyat hokimligi tomonidan doimiy xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlash natijasida 2026 yil davomida xotin-qizlarimiz bandligini ta'minlashda kasb-hunarga o'qitish, ularni tadbirkorlikka jalb etish maqsadida 44.243 nafar xotin-qizlarimiz ro'yxatga olindi va mana shu joriy yilning 2 oyi davomida bu ro'yxat asosida 7.786 nafar xotin-qizlarimiz doimiy ish o'rinlariga band bo'ldi. 529 nafar kasb-hunarga o'qitildi. 2443 nafar xotin-qizlarimiz tadbirkorlik va moliyaviy savodxonlikka o'qitish orqali 3342 nafar Xalq banki tomonidan, Biznesni rivojlantirish banki tomonidan, mikrokredit bank tomonlaridan, tijorat banklari tomonlaridan oilaviy tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan xotin-qizlarimizga 116.980 milliard so'm imtiyozli kreditlar ajratildi. Shu bilan birgalikda shuni aytishim kerakki, ipakchilik sohasida ham jalb qilingan xotin-qizlarimizning 19.965 nafari bugungi kunda ro'yxatga olindi 2 oy ichida. Dastlabki ro'yxatimizdan kelib chiqqan holda bir qator xotin-qizlarimiz yana pilla olish bo'yicha o'z istaklarini bildirib kelyaptilar. Va inobatga olishimiz kerakki, bugun lider pillachilarimizga barcha mana shu xonadonlardagi xotin-qizlarimiz qiziqishlari ortganligi inobatga olib, ularga biriktirish yo'llarini olib boryapmiz. 2026-yilning o'zida 54.000 dan ortiq xotin-qizlarimiz pillachilik yo'nalishida band bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda oldimizda 60.000 nafar xotin-qizlarni band qilish masalasi turibdi va bu uchun harakatimizni qilyapmiz. O'tgan yilning o'zida 128 milliard so'm miqdorda pul mablag'lari to'lab berildi pillachilarimizga va ularning oilaviy daromadini oshishiga erishdik. Joriy yilning yakuniga qadar 75 ta mahallalardagi 75 nafar xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash maqsadida 75 nafar lider tadbirkorlarimiz alohida o'zlarining ishlarini, faoliyatlarini yuritib kelyaptilar. Bugun ularning xotin-qizlarimizning salomatligini mustahkamlash markazlari yo'lga qo'yilgan bo'lib, mana shu 3 oy davomida 6 ta tumanda yangi tashkil etilgan markazlar o'z faoliyatini boshladi. Bugun daromadli ayol, mehnatsevar ayol loyihalari asosida xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash, oilaviy daromadlarini oshirish maqsadida chora-tadbirlarni belgilab olganmiz va 2026-yilda xotin-qizlarni bandligini ta'minlash maqsadida daromadli ayol dasturini amalga oshirish ishlari rejalashtirilgan bo'lib, bu dasturimiz 319 ta loyihani amalga oshirish natijasida 15.242 nafar xotin-qizlar bandligini ta'minlash ishlarini rejalashtirib olganmiz. Loyihalarni amalga oshirish uchun tadbirkorlarimizga 4 milliard 79 million so'mlik imtiyozli kredit ajratish belgilab olingan. Amalga oshirilayotgan ushbu loyihalar 5 ta yo'nalishda, jumladan asalarichilik, hunarmandchilik, to'marqachilik, parrandachilik, kasanachilik yo'nalishlarida amalga oshirishi belgilangan va loyihani amalga oshiradigan tadbirkorlarimizning ro'yxatlarini aniq manzilli belgilab olib shakllantirdik va shu o'rinda tadbirkor ayol bilan hamkorlikda Ahmedova Dilbar Bo'ranovna bilan birga Peshku va Olotda katta loyihalarni amalga oshirib, bugungi kunda xotin-qizlarimiz bandligi ta'minlanishiga yordam berib kelyaptilar. Bugungi kunda loyihalarimizni birin-ketin amalga oshirish natijasida 2009 nafar xotin-qizlarimiz daromadga chiqdi. 5039 nafar xotin-qizlarimizda asosan 319 nafar lider tadbirkorlarga biriktirib, ularga hunar o'rgatilib, kasanachilik, kashtachilik va daromad topishning boshqa yo'nalishlariga yo'naltirildi. Ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligi borasida ham bugungi kunda xotin-qizlarimizni alohida nazoratga olish va ularning murojaatlarini doimiy o'z o'rnida va ijobiy hal qilish masalalarida 14 ta oila va xotin-qizlar maskanlari tashkil etilgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yildagi 30 dekabrdagi oila institutini rivojlantirish, oilaviy hayotga xotin-qizlarni tayyorlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 820-sonli qaroriga asosan 1125 nafar yangi oila qurish istagida bo'lgan juftliklar ota-onalik dasturi doirasida o'qitildi. 198 ta nizoli oilalarimiz mana shu 2 oy davomida muqaddas oila shiori ostida tayyorgarlik ko'rib, ularning ajrimlarini olishga erishildi. Shuningdek, 1125 ta yosh nikohlanuvchi juftliklarga huquqiy, psixologik tushunchalar berilib, oila mustahkamligi uchun ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda
mahallalarimizda tashkil etilgan ishchi guruh a'zolari tomonidan xonadon yurish orqali olib borilayotgan o'rganishlar yuzasidan mahallalarimiz qizil, sariq, yashil toifalarga ajratib o'rganildi. 516 ta mahallaning 45 tasi, ya'ni 8,7% qizil toifaga, ya'ni bularda ajrim yuqori bo'lganligi uchun bu mahallalarimiz alohida nazoratimiz ostida, ya'ni bularda ajrim va nizolarga kelib qolgan oilalarimiz bilan alohida individual va manzilli ishlar amalga oshirilyapti. 187, ya'ni 36,2% sariq toifaga kiritilib, ajrim kamaygan va oilaviy nizolar barqaror saqlanayotgan mahallalarimizga kiradi. 284 tasi, ya'ni 55% yashil toifaga, ya'ni ajrimlar umuman qayd etilmagan mahallalarimizni alohida qayd etishim lozim. Bugungi kunda tuman shaharlarimizda tashkil etilgan ishchi guruh a'zolari tomonidan 485 ta fuqarolik sudlariga, 284 ta FXDYO bo'limlariga, 476 ta mahallalarda jami 1245 ta ajrim uchun arizalar berilgan va ularning oilalarini ro'yxatlarini shakllantirish mahallalar kesimida o'rganilib, alohida ishlar olib borilmoqda. Profilaktik tadbirlar jarayonida 810 nafar, ya'ni 65% oilalarimizda nizolar bartaraf etildi va yarashtirish choralari ko'rildi. Bugungi kunda 435 nafar oilalarimizda nizolarni bartaraf etish choralari amalga oshirilib kelinmoqda. Ehtiyojmand oilalarimizni, xotin-qizlarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasida ayollar daftari bo'yicha ham ancha ishlarni amalga oshiryapmiz. Bugungi kunda ayollar daftarimizda 61,537 nafar xotin-qizlarimiz ro'yxatga olinib, o'tgan yilga ham mana shu xotin-qizlarimizni alohida muammolari bartaraf etilib, 6 ta bosqichda ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda 39 ming xotin-qizlarimiz doimiy ishga joylashtirilib, 10,096 nafar xotin-qizlarimiz o'z-o'zini band qilishdi. 510 nafar xotin-qizlarimizga subsidiya asosida asbob uskunalar ajratildi va kasb-hunarga o'qitildi. Xotin-qizlarimizning tadbirkorlik faoliyati uchun imtiyozli kreditlar ajratildi va hunarmandlarga biriktirish masalalari ayollar daftari orqali ta'minlandi. 44 nafar xotin-qizlarimizga dehqon xo'jaligini tashkil etish uchun imkoniyatlar yaratildi va alohida aytishim kerakki, viloyat hokimligi tomonidan doimiy sayyor qabullarga keladigan xotin-qizlarimizning muammolari o'z o'rnida ijobiy hal etildi. Xotin-qizlarimiz o'rtasidagi sodir etilgan jinoyatchilik borasida gapiradigan bo'lsak, bu borada viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi, ichki ishlar, prokuratura, shu bilan birgalikda boshqa hamkor tashkilotlar bilan birga olib borilayotgan sa'y-harakatlarimiz natijasida o'tgan yilga nisbatan jinoyatchilik ayollar orasida ancha kamaydi. O'tgan yilning shu davrida 15 ta jinoyat sodir etilgan bo'lsa, bugungi kunda 6 ta jinoyat 6 taga kamaydi. Bugungi kunda tumanlarimizdagi xotin-qizlarimiz o'rtasida jinoyat sodir etilmagan Buxoro shahar, Kogon, Vobkent, Qarako'l, Romitan, Jondor, Shofirkon, Olot, Peshku va Qorovulbozor tumanlarida shu 3 oy davomida xotin-qizlar jinoyati sodir etilmadi. Joriy yilning 3 oy davomida viloyat bo'yicha jami, demak Buxoro shahrida alohida olib borilayotgan ishlarni ijtimoiy yotoqxonada turadigan ayollarimizni muammolarini o'rganib, ularni jinoyatchilikni oldini olish, ijtimoiy muhitni yaxshilash masalalarida ham Buxoro shahrida deputatlarimiz yordamlarida alohida ishlar amalga oshirildi. U yerda sayyor qabullar, ularni alohida individual tarzda muammolar o'rganilib, bartaraf etish uchun deputatlarimiz yordamini alohida e'tirof etishim kerak. Yuqorida qayd etilgan mana shu 9 nafar xotin-qizlarimiz jinoyat sodir etgan bo'lsa-da, bularni shu sodir etilgan jinoyatlari bo'yicha alohida mana shu xotin-qizlarimiz bilan ham suhbatlar olib borildi. Bu yerda ombudsmanning alohida mehnatlarini ham aytishim kerak. Abiramanna ham doimiy profilaktika nazoratida bo'lgan xotin-qizlarimiz bilan suhbatlarni amalga oshirib, oila va xotin-qizlar boshqarmasi bilan hamkorlik ishlarini amalga oshirib kelyaptilar. Jinoyati oshgan mahallalarimizga alohida rahbarlar biriktirilib, jinoyat qilishga moyilligi bo'lgan, oldin jinoyat sodir etganlar, profilaktika hisobida turganlar, ruhiyatida o'zgarish bo'layotganlar bilan manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda sog'liqni saqlash bilan hamkorlikda ruhiyatda o'zgarish bo'layotgan xotin-qizlarimizda profilaktika ishlarini amalga oshirish borasida ham tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Oilaviy ajrimlarni alohida mana shu kelib chiqayotgan nizolar yuzasidan keyingi 2 oyimizda ruhiyatdagi o'zgarish bo'lgan ayrim xotin-qizlarimizda ham oilaviy ajrimlar kelib chiqayotganligini inobatga olgan holda ro'yxatda turgan xotin-qizlarimizni aynan bahor va kuz oylarida alohida profilaktika ishlariga ko'proq e'tibor berishni hozir nazoratga olganmizlar.
Shuni alohida aytishim kerakki, xotin-qizlarimizga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik masalalari bo'yicha Buxoro viloyatida 2026-yilning 2 oy davomida tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarimizning 2179 nafarini alohida o'rganib, ularga nisbatan himoya orderlari berish natijasida 945 ta oilalarimiz yarashtirildi. 1158 ta oilalarimizda nizolar bartaraf etildi. Va shu bilan bir qatorda mana shu ajrashgan oilalardagi nizolar, ajrashish arafasidagi oilalarimizdagi nizolar bartaraf etilib, tazyiq o'tkazgan yoki zo'ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan 2179 ta cheklovlar o'rnatilib, belgilangan cheklovlarga rioya etmagan 91 nafar shaxslarimiz tegishli ma'muriy javobgarlikka tortildi. Shuningdek, 2 nafar himoya orderi berilgan xotin-qizlarimiz reabilitatsiya markazida joylashtirilib davolandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 3-martdagi PF 33-sonli ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish va ularga nisbatan tazyiq zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha qo'shimcha tashkiliy huquqiy choralar to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat hokimining 2026-yil 16-martdagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida yo'l xaritalar aniq tasdiqlanib olindi va unga ko'ra zo'ravonlik sodir etgan shaxslar bilan ishlash tizimini takomillashtirish, shu jumladan bu jarayonda oila va xotin-qizlar maskanlari imkoniyatlaridan keng foydalanishni kengaytirish yo'nalishida ishlarni yo'lga qo'yamiz. Hammalaringizga ma'lumki, bugungi kunda 33-sonli prezidentimiz qarorlari bo'yicha nikoh yoshlari 21 yoshdan oshgan yigit va qizlarimizni oila turmushini qurayotgan vaqtda alohida subsidiyalar ajratish, ularni alohida qo'llab-quvvatlash borasida muhtaram prezidentimiz bir qator vazifalarni belgilab berdilar. Bugungi kunda o'ylaymanki, mana shu sizlar bilan hamkorlikda muammolarni kutayotgan ayrim bir masalalarimiz bor. Hurmatli deputatlarimiz, o'sha mahallalarimizda, okrugimizda ayrim bir muammoli xotin-qizlarimiz ayrim bir vaziyatlarni to'g'rilashga yordam beryapsizlar. Bundan keyin ham hamkorlikda ishni amalga oshiramiz deb niyat qildiraman va mana shu reglamentdan kelib chiqib, Jamol Rajabovich axborotim tugadi. Chunki axborot beraman desangiz, Axborot- sohada juda ko'p gaplar bor, ma'lumotlar bor. Xo'p. Rahmat. Ma'ruza uchun qani kimda savol bor? Hafiza To'yimronovaga. Marhamat. Gulchehra opa, marhamat. Hurmatli sessiya qatnashchilari, Botir Komilov, Hafiza To'ymurodovna bilan biz deputatlar juda ko'p tahlillarga ayollarning bitta taklifim bor edi. Mana deputatlarga hozir ish rejalarida reglament bilan ish rejalari haftalik belgilab berilyapti. Agar Hafiza To'ymurodovna o'sha hududlar bo'yicha siz kengashga tavsiya qilsangiz, qaysi hududlarda siz muammoli ayollaringiz bor? Biz deputatlar o'zimiz hududimizga borganda muammoli ayollar bilan ishlab, yanada sizga ko'proq yordam berar edik. Bu bizning taklifimiz. Rahmat. Rahmat. Juda ham ma'qul. Qani yana kimda savol bor? Savollar yo'qmi? Bo'lmasa, hozir shu doimiy komissiya xulosalarini eshitishdan oldin buni aytishimiz kerakki, azizlar, o'zimiz deputatimiz. Hafiza opa o'zimiz deputatimiz. Jon ko'ydirib mana shu xotin-qizlar masalalaridagi muammolarni yechishga hammamiz xabarimiz va harakat qilib kelyaptilar. Mana aytgan fikrlaridan ham xotin-qizlar masalalarida ancha ijobiy ishlarimiz ko'payib boryapti kundan kunga. Mana ayniqsa Botir Komilov o'zingiz bir necha bor e'tirof etdingiz. Ayniqsa pilla jarayonida, paxta yig'imi terimi jarayonida mana shu ishsiz ayollarni ishga band qilish bo'yicha, mavsumiy band qilish bo'yicha bu kishi juda ham faol ish olib bordilar-da. Buni e'tirof etishimiz kerak. Lekin Gulchehra opaning gaplariga qo'shilaman. Okruglarimizda har birimiz mana shu xotin-qizlar masalasida ularning muammolarini yechishda birlashishimiz kerak. Bitta Hafiza To'ymurodovna Buxoro viloyatidagi hamma kamchiliklarni birdaniga bartaraf qilishga biror kishida unaqa iqtidor yo'q. Hammamiz yordam berishimiz kerak, hurmatli deputatlar. Mana kimnidir okrugida ajrim ko'paygan, kimnidir okrugida oilaviy mojarolar ko'paygan, qayerdadir ishsizlik ko'paygan xotin-qizlar o'rtasida, yosh qizlarimiz o'rtasida haligi tarbiyaga muhtojlik sezilib qoladi. Bu borada o'sha okrugdagi holat bizga ham taalluqliligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak, iltimos sizlardan. Botir Komilov fikrlaringiz? Marhamat. Ruxsat bersangiz, hurmatli rais, ayrim takliflar bor. Albatta,
bu qilingan ishlar, ijobiy natijalar hammamizniki. Bunga hech kim ko'z yumib bo'lmaydi, hech kim buni e, tan olmasdan iloji yo'q. Katta ishlar qilingan viloyatimizda. Lekin bu qilingan ishlarimiz o'zimizniki. Biz yana nima ishlar qilish kerak degan xotin-qizlarimizni viloyatimizda jamiyatda o'rinlarini topishlari uchun ular endi hech kimga sir emas, hatto shu muqaddas dinimizda ham aytilganki, jannat onalarning oyog'i ostida. Muhtaram prezidentimiz ham yig'ilish yo'qki, xotin-qizlarimizni qo'llab-quvvatlash, ularni qadrini joyiga qo'yish, e'zozlash bo'yicha gapirmasalar va bu gaplar nafaqat so'zda, balki amalda ham milliardlab pullarni ajratib, xotin-qizlarimizni yanada og'irini yengil qilish bo'yicha ham qonun asosida, ham moliyaviy, ham ma'naviy ko'mak beryapti. Shu nuqtai nazardan mana ayrim takliflarim bor. To'g'risi bu takliflarni mana shu ish jarayonidan kelib chiqib, hozir o'zim shakllantirdim. Agar deputatlar diqqat bilan eshitib ma'qullashsa, men qarab chiqdim. Bu hujjatlarda ham ko'p narsa aks topgan. Bularni ham kiritishni men iltimos qilaman. Birinchidan, xotin-qizlarimizni sog'ligi masalasi. Nechta patronaj bor viloyat bo'yicha? Mana shu 3,5 mingta patronajga viloyat mana shu tibbiyotimizda rahbari bir savolnoma qilib, har bittasi bilan suhbatlashib, bularni nima deydi, sog'ligini bir xatlovdan o'tkazish masalasini muddatini aytsalar, qancha dedingiz umumiy sonni xotin-qizlar 1 million 1,71 million. 1,71 mingni mana siz ham mas'uliyatli rahbarsiz. Bu o'zimizni onamiz, o'zimizni singlimiz, o'zimizni ayolimiz, o'zimizni qizimiz, o'zimizni nabiramiz nuqtai nazardan qarab, Fotima opa, men keldim, teringiz og'riyapti. Yo, balam, yaxshiman. Unaqa emas. O'tiring bu yerga. Tipishni kasallik nimadan kelyapti? Aytaylik, davleniya misol uchun yoki onkologik kasalliklar. Shuni tashxisdan emas, statistikadan eng ko'p Buxoro viloyatida, respublikada ayollar o'rtasida uchraydigan kasalliklarni nimasidan, statistikasidan kelib chiqib, bir savolnoma qilib, ularni Zoom orqali o'qitib, mas'uliyatni, majburiyatni bo'yniga qo'yib, 100% xatlovdan o'tkazishni men taklif qilaman. Bog'chalarga qizaloqlarimizni tishi og'riydimi uni, yurakchasida nuqson bormi, boshqami? Bog'chalardan o'tkazish mumkinmi? Mumkin. Maktablar, balog'atga yetadigan qizlarimiz, texnikumlar, oliygohlar, neftezavodga masalan 3000 kishi ishlaydi. Aytaylik 1000 ta ayol u yerda. Artelda 2000 ta odam ishlaydi. 1000 ta ayol u yerda. Mana shunday bir tizim bilan agar deputatlarga ma'qul bo'lsa, birinchi sog'liklarini siz o'tkazsangiz shuni. Buni o'zingiz bilasiz, patronajdan yaxshi bir yig'ilish qilib, savolnoma qilib, mana singlim siz Olot tumanining Xidrayli mahallasida kimsiz? Patronajsiz. Mana sizga Olot tuman Xidraylida 1000 ta ayol bor ekan statistika bo'yicha. Har kun mayli 100 tasini ko'rmang, 50 tasini yo 10 tasini ko'ring. Ko'rganda mana bu savolnomaga javob bering. Agar qandaydir sizga yordam kerak bo'lsa, men tayyorman mahalliy byudjetdan pul ajratishga. Uni elektron raqamlashtiring va uni kartasiga kiriting. Mana shunday qilsak, birinchi mana shu onajonlarimizni, singillarimizni, opalarimizni, qizlarimizni, nabiralarimizni, yoshi ulug'larni umrini uzaytirgan bo'lamiz. O'rta yoshdagilarni to'satdan o'limdan asragan bo'lamiz. Balog'atdagi qizlarimizni sog'lom zurriyot yaratishlari uchun zamin yaratamiz. Va hokazo. Shu mana birinchi taklif.
Ikkinchi taklifim o'tiringlar. Migratsiyada ayollarimiz yuribdi. Buni bir sonini olsangiz, bitta ichki ishlar bilan, boshqa idoralar bilan, deputatlarimiz bilan bitta Telegram platforma yaratib, mayli o'rnini topgan, ishlayotgan, daromadi kattalar bemalol qandini ursin, ularga gapirmaylik. Lekin Vladivostokka qorda yurib, bir so'm puli yo'q, kechirasiz, boshqa nimalarga ming baloga giriftor bo'layotganlar bormi, yo'qmi? Bor. Shularga biz prezidentimizni vakili bo'lib, yordam qo'limizni kerakli joyda cho'zishimiz kerak. Homiylarimiz bor, boshqalar bor. Shuni bir shu tizimni ham bir yaratsangiz, mana shu migratsiyada qiynalgan ayollarimiz. U bechora bu yoqqa kelishga ham puli yo'q bo'lishi mumkin. U yoqda masalan kimnikida turibdi, qaysi ishga bosh uryapti, nima ish qilyapti. Shu masalani men sizdan so'rab qolaman, shuni ham bir bu aytganlarni protokolga kiritib ega kesimini qilishni men taklif qilaman. Ruxsat bersangiz. Uchinchi toifa, men hozir aytaman, siz o'zingizga yozib oling, keyin fikrlaringizni aytasiz. Uchinchi toifa nogironlarimiz bor. Mana kecha men xotin-qizlar muruvvat uyiga bordim. Mana Obilgaz sistemasidan bir mas'ul rahbar nechta mashinka berdi? 40 ta mashinka berdi. Shuni o'zi 10 ta bermoqchi ekan, men aytdim, Buxoro sharif joy, aytinglar bir 30 ta qo'ysin, men uchun ham dedim, 40 ta beribdi. Biz u kishiga tashakkurnoma yozib berdik. Juda xursand bo'libdilar. Shu nogironlar uyi, mehribonlar uyi, hozir aytdingiz, ijtimoiy yotoqxonadagi ayollarimizni doimiy deputatlarimiz ham kimdir o'ziga olsa, men aytmayman, biriktiring demayman. Masalan, Tuyeva yoki mana boshqa Pardayeva borlar, mana ustozlarimiz borlar. Shular vaqti bilan borib, siz bilan mana bunday stolni urishimiz kerak. Men borib gaplashganman, ular bilan gaplashib turishimiz kerak. Meditsina ko'rigidan o'tgan, to'palan qilmagan, Xudoga shukr degan. Mana senga sharoitlar. O'sha yerda qiynalganlarni kerak bo'lsa, svet pulini to'laylik, boshqa qilaylik, ularni ishga qo'yib, joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Mana 3-4 ta kategoriya bor. Probatsiyadan qaytganlar bor. Hali ularni ham jamiyatimizning a'zosi emas. Keyingisi mahallada xotin-qizlar faoli bor, Artekva. Ularga bir topshiriq tushirsangiz, protokolga ham yozsangiz, bitta shablon qilib aytaylik, 1 milliondan ortiq ayolimizni hammasi og'ir ahvolda emas. Bo'lsa 5% gachadir. 10% gachadir. Mana shu 5%, 10% bilan fuqaroboy ishlaylik. Ularni mana Ahmedova Shoxisda masalan falon yilda tug'ilgan, falon hududda yashaydi. Muammosi bu. Yechimi mablag', mas'ul, muddat. O'sha 5% li adresini topa olaylik. Buni kim topadi? Buni mahalladagi xotin-qizlar faoli biladi hammasini. 7lik biladi. Shuni bitta zadacha qilib agar protokolga kiritsak, buni ham elektrondan olib, buni nima deydi, programmalashtirib, doimiy shuni tuzatsak bo'ldi. Men aytmayman, Buxorodagi ayollarimizni hammasi bilan nima deydi, bitta ishlash. Bo'lsa 5% dan 10% gacha. Oilaviy boshqa qiyinchilik. Shunga sal biz rahbar bo'lib yordam berib olsak, ular o'zini o'nglaydi, jamiyatga qo'shilib ketadi. Kimdir ishga kirmoqchi, kimdir o'qimoqchi, kimgadir kontrakt kerak, kimdir lecheniya olmoqchi, kimdir uyini remont qilmoqchi, kimdir oiladagi vaziyat og'irligi uchun ichi dardga to'lgan, kimga aytishni bilmaydi. Sal erini, qaynonasini yoki o'sha farzandini tartibga olsak, mana siz bilan bordik Buxoro tumaniga. Sizda bormi? Ha. Qanaqa ahvolda edi? Nima hozir aytkim kelmayapti, ko'zimning oldiga keldi. Ana esingizda ikkita qizi bor, bog'chaga qo'ydik, boshqa qildik. Qayta tayyorlab berdingiz. Sizga rahmat Boturkomovich. O'sha bitta men ko'rdim viloyatga, bitta o'shani ko'rdim. Shuni demak
bir qatlovdan o'tkazib 5% topib olaylik. Tushundim. Buni xotin qizlarimiz qiladi. 5-chi mani taklifim xotin qizlarimizni o'qitish. Buni ham mahalla yettiligi kasbga tayyorlash va shu ish bilan ta'minlash. O'zingizga yozib oling. Buni nima qilsak, ish bilan ta'minlashda xotin qizlarni ma'lum kategoriyasini yettilikda xulosasi bilan ishga joylashtirsa, siz Tanzila Malinaga, hukumatga taklif tayyorlang. O'sha ish beruvchilarga nisbatan imtiyozlar qo'llash. Man firmani rahbari bo'lsam, man manfaatdor bo'lay shu kategoriyadagi xotin qizlarni qidirishga. Ligota olish uchun. Imtiyoz berish uchun. Biz bu tomondan pastdan nima qilmaylik? Bir kategoriyasini belgilaylik. Bir, masalan, iloyim bo'lmasin, nogiron oilasi bunda bu eng og'ir qatlamni belgilaylik-ku, mana siz ham hukumatga taklif beraylik. Shu kategoriya ayollarimizni kechirasizlar-yu, erkaklar endi nima deydi? Tegirmonga tushsa ham bir nima, lekin ayol boshi bilan hammasi emas, bu qayerga boradi? Kimga bosh uradi? Shu kategoriyani kriteriyasini aniqlab hukumatdan so'raylik. Men o'ylayman, hukumatdagilar ham yo'q demaydi. Tushunarli. Mana kecha bordik ayollar muruvvat uyiga. Men endi bu manmanlikka kirmasin-u, qaysidir tadbirda bir aqli zaif opamiz kelib mashinka so'ragan ekan. Mendan esimdan chiqib ketgan. Keyin kimgadir, men o'zim emas, kimgadir aytganman, olib bergan. Keyin rasmga tushaylik degan, rasmga tushganmiz. Ayollar muruvvat uyiga qayerga borsam o'sha ayollar rasmga tushganimni nima qilib qo'ydi. Meni esimdan chiqib ketgan. Aytayapti, mashinka bergandingiz menga. Keyin nima demoqchiman? Bitta shu mashinka berganimiz unga motivatsiya shuni topaylik-ku. Ular 10 mingtadir. Keling 50 mingtadir. 50 mingta odam uchun kerak bo'lsa mahalliy byudjet o'sha ishga olgan odamni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mayli respublikadan bittasa mahalliy byudjetdan biz nima qilib beramiz. Shuni bitta xat bilan chiqinglar, ruxsat oling. Buxoro tajribasi bo'lsin. Qishloqlarimizda bor. Mana fermer olsin ishga. O'shanga mutlaqo soliq to'lamasin. Naborot biz unga 1 million subsidiya beraylik ishga olgan. Lekin u 5 million oylik bersin unga. 5 million oylik bersin kamida. BRB'ni buncha nima qismiga bersin oylik. U 5 millionni olgandan keyin u ikkinchi oyga o'sha jamiyatimizni to'laqonli a'zosi bo'ladi. Yaxshi kiyinadi. Oynaga qaraydi. Farzandiga orzu-havasini qilib beradi. Unaga yuraveradi, mana hayotim shu ekan deb. Shuni o'ylaylar. Bu menimcha natija beradi. Keyingi taklifim 6-Zulfiyachi qizlarimiz bor, iqtidorli qizlarimiz bor. San'atda, adabiyotda, rasm chizishda, bilimda, ilmda, tilda, boshqada Xudo bergan iste'dod bor. Lekin kambag'al. Bir davlatga musobaqaga bora olmaydi. Bitta kompyuter ola olmaydi. Partasi yo'q, boshqasi yo'q, ota-onasi ham nima. Shularni ham yettilik aniqlasin va bizga taklif bering. Homiylarimiz bor, Buxoro Sharif jamg'armamiz bor. Pulni yig'amiz, 10 million, 20 million, 30 million bilan o'zini ular ko'tarib olishi mumkin. Men qisqaroq qilmoqchiman vaqt reglament nuqtai nazaridan. Xotin oilalarimiz bor, mahalla yettiliklari bor, mas'ul rahbarlar bor. Ularni rag'batlantirish va jazolash bo'yicha lavozim majburiyatini ayrim 516 ta mahallani xotin-qizlar faoli nima uchun o'tirganini ham bilmaydi. Ayrimlari. Bo'richidan. Shularni ham mas'uliyatini bir ko'rib chiqarsin. Deputatlarimiz bilan birga. Keyingi masala, bu ham jiddiy masala. Nima uchun adashmasam Romitanda kelinchak ikkita go'dagini kanalga otdi, ketidan o'zi otdi. Nima uchun molxonaga o'zini osayapti? Nima uchun uksiz ichyapti? Nima uchun o'zini yoqib yuboryapti? Nima uchun dorilarni ichib qutkushlik qilyapti?
psixologiya xizmati va mana shu holatlardan kes yaratib, buni nima sabab bo'ldiki, u farishtaday onadan tug'ildi, jajjigina maktab bog'chaga bordi, maktabda o'qidi. Ma'lum hayotini o'rniga kelganda u bezidiyu, deb qo'lini siltab, hatto shu murg'ak balalarni ham oldin o'ldirib, keyin o'zini o'ldirmoqchi bo'lyapti, yo o'ldiryapti. Shuni Artek va sizni tajribangiz bor, psixologik nuqtai nazardan, fiziologik nuqtai nazardan, hamma tomondan jamiyat nima qilsak mana shunaqa holatlar endi bo'ladi. Ayrimlarda nima deydi? Ruhiy u bo'lishi mumkin, lekin bu mingdan bir. Buni bir oxirgi 3 yilda tahlil qiling. Atrofingizga yaxshi xotin qizlarimizni yig'ib, meditsinadan, psixologiyadan, din arboblar, din nimalaridan bitta gruppa tuzib, shuni bir o'rtaga nima qilib tashlang. Qani, keyin shunga qarshi diagnozni qo'yib, nima dori qilamiz? Ko'proq qaysi uchrayapti? Va sababi nima? Ayrimi shu, agar endi ayrim nimaga bo'lmaydi, u 1000 ajralmasin desangiz ham bo'lmaydi. Uni ajratish kerak. Meni fikrim bu. To'g'ri, jinoyat beradi. Ajratish kerak, uni mas'ul bo'lmasi kerak, lekin bitta ikkita shunday holatlar bor. Yo ayol tomonidan, yo erkak tomonidan, yo oila tomonidan u hech ramkaga kelmaydi, to'g'ri kelmaydi. Mana shu masala ham bizga dolzarb. Xotin qizlar jinoyatchiligini aytdingiz. Qamoqda xotin qizlarimizni ham bir borib, ichki ishlar topshirib, o'sha qamoqdagilarni ham buxoroliklarni bir o'rganinglar. Agar u bilib bilmay jinoyat qilib pushaymon bo'lsa, afsusda bo'lsa, meni vakolatimda ham qanaqa nima bo'lsa, men tayyorman xat berishga, ularni turmadan chiqaraylik, uni bir qonunchilik nuqtai nazaridan ko'ringlar. U nima qiladi? U turmada yotib, bu yoqda ikkita farzand, eri, otasi, onasi, agar jamiyat uchun, davlat uchun xavfsizlik darajasi past bo'lsa yoki bo'lmasa, bir tashabbus bilan chiqaylik. Aniqlanglar, singlim, nechta bor buxoroliklar o'zi qamoqda hozir? Ularni har bittasiga xarakteristika qilib, Ikromjon Normurodovich, Ulug'bek Asonovich bilan maslahatlashib, davlat xavfsizlik idoramiz bilan maslahatlashib, o qamoqda yotganlarni ham tuzalgan bo'lsa joyiga qo'yishimiz kerak. Keyingi masala aliment masalasi. Men taklifim deputatlarimizdan bir yaxshi bir shiddatli deputatlarni bir 5 tasini nima qilib, sud ijrochilarini ham, mana mehnatga javob beradigan bularni bir yaxshilab hisobotini eshitishimiz kerak. Keyingi bir may oylarida, bular aprelda ishlasin. Prezidentimiz ham qarshi tajribasi bo'yicha shunga juda bir kuyunib aytdilarki, u dedilar, oyligini yoshirib mazza qilib yuribdi. 2ta bachani bino qilib qo'ygan. Bu kelinchagimiz 2ta bachani boqsinmi? O'zi nima qilsinmi? Kommunal to'lovni to'lasinmi? Ijara pulini to'lasinmi? Shuni bir 5 ta boyagi nima deydi? O'tkir shu qaytmaydigan deputatlarimiz bir yaxshilab ijrochilarga ham yetkazinglar, buni joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Ommaviy axborot vositalari ham men aytgan masalalarni men tavsiya qilaman, bir badiiylashtirib, qog'ozga o'rab, xalqqa ham bir yetkazish kerak. Keyingisi, uysiz ayollar ro'yxatini bir xatlovdan o'tkazib, takliflarni tayyorlaydi. Bu bo'ladi. Ijaralarda yuribdi, boshqa qilib yuribdi. Asosan meni takliflarim shu, agar deputatlarimiz ma'qullansa, men sizga shu takliflarni beraman. Buni yuridik tomondan asoslab, protokolga kiritib, o'zingiz nazoratni olsangiz, mablag' tomonidan, yig'ilishlarda muhokama, ijro tomonidan menga shu masalalarni berib tursangiz, bu muvaffaqiyatlarga bu faqat ustiga
foyda bo'lib qo'shiladi. Xo'p bo'ladi, Botir Komilov. Katta rahmat, Botir Takliflarimiz- Komilov. Judayam muhim masalalar haqida gapirdingiz. Endi shularni ham amalga oshirsak, hammamiz birgalashib Abdulla Temirozni yutuqlarimiz yanada ko'rinib qoladi. Rahmat, Botir Komilov. Hammasini birgalikda mana deputatlarimiz borlar, jamoatchi faol xotin-qizlarimiz borlar, o'qli ayollarimiz bor. Komandamiz juda katta harakat qilamiz mana shu tizimli ishlarni amalga oshirishga va biroz fikr bildirmoqchi edim, ruxsat bersangiz. Marhamat. Bizada shu 12 ming atrofida migratsiyadagi ayollarimizni muammolariga yordam kerak bo'ladi. Chunki jami 34 mingta ayolimiz migratsiyada hozir. Men vaqtdan kelib chiqqan holatda ancha nimalarim qolib ketdi, Botir Komilov, to'g'risi. Nimaga kiritaman axborotga, bularga shu 12 ming atrofidagi migratsiyadagi ayollarimiz bilan deputatlarimiz bilan birga ishlaymiz. Qolgan mana bergan vazifalaringizni hammasini joy-joyiga qo'yib tizimli ishlarni amalga oshiramiz. Botir Komilov. Siz bir narsaga xotirjam bo'ling. Abzal Temirovdan. Men sizni ishingizdan ochig'i viloyat rahbari sifatida roziman. Lekin yana kuchaytirishimiz kerak. Deputatlar bilan hamkorlikda nima masala bo'lsa qo'ying, mablag' tomonidan biz xotin-qizlarimiz uchun hech narsani ayamaymiz. Rahmat, Botir Komilov. Chunki onamiz, singlimiz bir bekorga aytmadim, o'sha muqaddas